Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sensni gaplarda qo'llanilish holatlari bilan to'liq tanishib o'tamiz. Demak, bu yerda e'tibor qaratsak, 3 ta shaklda ishlatiladi asosan. Birinchi shaklimiz ravish holatida qo'llanilishi, ya'ni gaplarda adverb shaklida kelishi. Ikkinchi asosiy holat preposition shaklida, ya'ni gaplarda predlog ma'nosida ishlatilishi va uchinchisi conjunction shaklida qo'llanilishi. Bu yerda bog'lovchi shaklida ishlatilishini ham ikkita shakli holati mavjud. To'liq bu haqida tanishib o'tamiz. Demak, birinchi qismga e'tibor qaratsak, birinchi shaklimizda sensni gapda ravish holatida ishlatilishi. Bizga ma'lumki, ravishlar gapda, demak, oxirgi qismda qo'llaniladi odatda, asosan verb, ya'ni fe'llardan keyin. Misolimizda ham e'tibor qaratsak, I met him last year but haven't seen him since. Men uni o'tgan yili uchratdim va o'shandan beri uni ko'rmadim degan ma'noda. Ya'ni bu yerda e'tibor berishimiz mumkin. Sensni qo'llanilishi aynan o'shandan beri, o'sha o'tgan yilidan beri degan ma'noda ishlatilyapti. Ma'nosiga ham e'tibor bersangiz, aynan from a specified time in the past, ya'ni o'tmishdagi aniq bir vaqtdan beri. Bu yerda e'tibor bersak, sensdan hech qanaqa vaqt yoki boshqa holatlar ishlatilmadi. Faqat o'zidan beri yoki o'sha vaqtdan beri degan ma'noda, ravish ma'nosida ishlatildi. Ikkinchi asosiy shaklimiz sensni gaplarda preposition shaklida ishlatilishi. Ayni bir vaqtda, ya'ni o'sha bir vaqtga nisbatan olinadi bu yerda. Misollarga e'tibor bersak, birinchi misolimizda I have known her since last year. Men uni o'tgan yilidan beri taniyman. Bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak, aynan hozirga nisbatan olinsa, ya'ni 2022-yildan beri taniyman. Albatta biz bu sensni ishlatilishini for bilan adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Forni ham dan beri ma'nosi bor, lekin forda asosan vaqt oralig'i, muddat ko'rsatilsa, sensda esa ma'lum bir vaqtni boshlanish nuqtasi. Ya'ni aynan o'sha vaqtdan beri 2022-yildan beri ko'rmadim deyilsa, demak bu yerda 1 yildan beri degan ma'noda biz tushunishimiz mumkin. Yoki ikkinchi misolga ham e'tibor bersak, he's been working in a bank since leaving school. U bankda maktabni tark etganidan beri ishlab kelyapti deyilyapti. Bu yerda ham tushunishimiz mumkin, aynan maktabni tark etganidan beri. Ya'ni ma'lum bir so'zlovchi va tinglovchiga o'sha tark etish vaqti ma'lum, o'sha vaqtdan beri, balki bu 2015-2016-yil bo'lishi mumkin, o'sha vaqtdan beri, ya'ni berilayotgan bizda gapimizni boshlanish muddati bor. O'sha uchun sensni ishlatishimiz mumkin. Bu yerda esa aynan sensni ko'rishingiz mumkin, predlog ma'nosida ishlatilgan. Predlog ma'nosida ishlatilgan, undan keyin aniq bir vaqt kelishi mumkin. Hafta kunlari kelishi mumkin, yillar kelishi mumkin yoki verb ing kelishi mumkin. Ikkita holatdan biri ishlatiladi. Uchinchi shaklimiz sensni gaplarda bog'lovchi shaklida ishlatilishi. Aynan bog'lovchi shaklida ikkita holatda kelishi mumkin. Birinchi holatimiz sensda o'sha ma'nosi o'zgarmasdan qoladi, xuddi predlog kabi dan beri degan ma'noda. Lekin yuqorida predlog ma'nosida kelsa, undan keyin subject plus verb kelmaganida, bog'lovchi ma'nosida qo'llanilsa, biz bilamizki, bog'lovchilar gaplarni bir-biriga bog'laydi. O'sha uchun sensdan keyin subject plus verb shakli ishlatiladi. Va bu yerda biz ko'plab o'quvchilarimiz xato qiladigan holat sensdan keyin ishlatiladigan zamon. Albatta strukturaga e'tibor berishimiz kerak. Subject plus have, has, verb 3. Ya'ni birinchi qismida gapni birinchi qismida odatda perfect zamonlar ishlatiladi. Ana undan keyin sense ishlatiladida va o'tgan zamon shakllaridan biri ishlatilishi mumkin. Misolga e'tibor qaratsak, bu yerda they've been best friends since they were children. Ya'ni ular bolaligidan beri yoki tushunishingiz mumkin, bola bo'lganlaridan beri ajoyib do'st bo'lishgan degan ma'noda. Sensdan keyin mana bu yerda e'tibor bersangiz, birinchi ega, undan keyin o'tgan zamon shakli ishlatildi, aynan to be fe'lini. Yoki ikkinchi gapimizga e'tibor bersa, I've loved you since I first met you. Men seni birinchi marta uchratganimdan beri yaxshi ko'raman degan ma'noda. Bu yerda e'tibor bersak, mana
Sincedan keyingi qismimizda aynan o'tgan zamon shakli qo'llanildi. Bu jihatga e'tibor qaratishimiz kerak va odatda bu holatda bog'lovchi shaklida qo'llanilsa, gapni o'rtasida dan beri ma'nosida ishlatilar ekan. Ikkinchi shaklimizda demak since because yoki as ma'nosida kelishi. Bu yerda uchala shaklni since because yoki asni bir-birini o'rnida qo'llanishimiz mumkin. Chunki yoki sababli degan ma'noda. Odatda gapni boshida. Misol uchun, birinchi gapimizga e'tibor qaratsak, since because as bu yerda ko'rishingiz mumkin. Since a politician never believes what he says, he's surprised when others believe him. Siyosatchi uni nima deganligiga ishonmaganligi sababli u ajablandiki, boshqalar unga ishonganida. Mana bu yerda tushunishingiz mumkin, ishonmaganligi sababli, chunki ishonmaganligi uchun deb tarjima ham qilishimiz mumkin. Yoki ikkinchi gapga e'tibor bersak, since it was a public holiday, all the shops were closed. Bu yerda ham tarjima qilishingiz mumkin, chunki yoki sababli degan ma'noda. Demak, ommaviy yoki xalq bayrami bo'lganligi uchun yoki bo'lganligi sababli hamma do'konlar yopiq edi yoki hamma do'konlar yopiq edi, chunki o'sha ommaviy bayram edi. Gapda demak asosan mana shu ma'nolarda qo'llanishi mumkin. Albatta biz o'sha og'zaki nutqda yoki yozma nutqda yozayotganimizda bu holatlarni bir-biridan adashtira olmasligimiz kerak. Ko'pchiligimiz o'sha faqat sincedan beri ma'nosida ishlatishadida, boshqa bog'lovchi ma'nosida kelish holatlari yoki ravish holatda kelish shakllarini bilishmaydi. Natijada xatoliklar kelib chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.